O'g'il bolalarda bu kasallik ko'pincha e'tibordan chetda qoladi. Lekin bu kasallik bepushtlikka yoki onkologik kasalliklarga olib kelishi mumkin. Yaqinda 20 yoshli bemorning operatsiyasiga qatnashdim. Bemorga kriptarxizm tashxisi qo'yilgandi. Kriptarxizm bu bir yoki ikkala tuxumning mayaklarga tushmay qolishi. Embrional rivojlanish vaqtida tuxumlar homilaning bel sohasida, ya'ni buyraklar atrofida joylashgan bo'ladi. Homila rivojlangan sari gormonlar va homilaning rivojlanishi natijasida tuxumlar bel sohasidan, ya'ni buyrakning atrofidan mayakka qadar tushadi. Gormonlar yetishmovchiligi onaning turli xil kasalliklarga chalinishi yoki homilaning muddatdan oldin tug'ilishi natijasida tuxumlar mayakka tushmay qolishi mumkin. Buning yomon taraflari tuxumlar atrofiyaga uchrab, o'z funksiyasini bajarmaydi va bepushtlikka olib kelishi mumkin. Bundan ham yomoni rudimentar organ sifatida onkologik kasalliklarga ham olib kelishi mumkin. O'zingizni asrang.